Inson birgina fikrlarni tozalash orqali ruhan, qalban poklanadi va jismonan yengil bo'ladi. Undan stresslar, asabiylashish, shunga o'xshagan holatlar chiqib ketadi. Natijada unda halovat paydo bo'ladi va kayfiyati ko'tariladi. Va bir ish boshlaganida o'ziga bo'lgan ishonchi bilan qaror qabul qilishi osonroq bo'ladi. Ruhiy tozalanish bu bizni ichimizdagi ortiqcha o'y-xayollar, tashvishlar, og'riqlarni qo'yib yuborish jarayoni hisoblanadi. Biz har kuni turli vaziyatlarga duch kelamiz. Oqibatda insonlardan xafa bo'lamiz, nafratlanamiz, ularni kechira olmaymiz. Aynan mana shu kechira olmaganligimiz uchun ham, ulardan xafa bo'lganimizni, nafratimizni qo'yib yubora olmaganimiz uchun ham bizdagi yuklar yillar davomida yig'ilib qalb xotirjamligini yo'qolishiga sababchi bo'ladi. Oxir oqibat bizni hayotimizda har xil ko'ngilsiz voqealar yuzaga kelishni boshlaydi. Hattoki sog'lomsizliklar ham bo'lishni boshlaydi. Aynan mana shu bittagina kechira olmaganimizni oqibatida. Agar inson qalban tozalansa, ichidagi mog'orlarni, yillar davomida olib yurgan og'riqlarni, yuklarni qo'yib yuborsa, qalbida yengillik, halovat paydo bo'ladi va qalbi poklanadi. Qalbi poklangan inson esa faqat yaxshi ishlarni qilishni boshlaydi. Hech kimga g'arazlik qilmay qo'yadi. Agar inson gunohlariga, xatolariga tavba qilsa, u hech qachon noto'g'ri gumonda bo'lmaydi. Yana qalbni eng yaxshi tozalaydigan narsa bu kechirim. Inson hamma narsani kechirsa, unda ruhiy ulg'ayish yuzaga keladi. Ishlarda unum, baraka bo'lishni boshlaydi. Baxt, omad, pullar, sevgi, muhabbat o'z-o'zidan kelishni boshlaydi. Buning uchun esa o'zingizni boricha tan olishingiz va qabul qilishingiz kerak va sizga ozor bergan insonlarni shunchaki kechirib yuborishingiz kerak. Axir siz bilmaysiz, u insonlarni ham hayotida qandaydir muammolari, qiyinchiliklari bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Shuning uchun ham o'tmishdagi bo'lgan voqealarni qo'yib yuborish va ularni shunchaki kechirish insonni qalbini tinchlanishiga va qalban poklanishiga olib boradi. Bomdod namozidan keyin ko'proq Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qigan holda Allohga tavba qilib, Allohim qalbimni och va meni kechirimli bandalaringdan qilgin deb istig'forni ko'proq aytsangiz, bu sizni qalban poklanishga, qalban tinchlanishga va tozalanishga olib boradi. Tana tozalanishi bu faqat sog'lom ovqatlanish yoki yuvinish emas, bu tananing holatini tiklash, ya'ni sog'liqni mustahkamlash deyiladi. Har kuni tana har xil stresslar, yengil yoki ortiqcha jismoniy yuklarni qabul qiladi. Shu yukni olib yurish natijasida insonning kayfiyati buziladi, asabiylashish holati yuzaga keladi. Hattoki ish faoliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tana faoliyati yaxshilansa, qon aylanishi yaxshi yuzaga keladi, energiya balansda bo'ladi, stress kamayadi va uyqu yaxshilanadi. Va ertalab turganingizda bir stakan iliq suv albatta iching. Iliq suv sizni ichaklaringizni yaxshi yurishiga va kun davomida kayfiyatingiz yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Agar inson xohlasa, hamma narsaga erishsa bo'ladi. Agar inson xohlasa, kichik narsadan ham baxtni topsa bo'ladi. Haftada bir marta o'zingiz uchun ochlik kuni e'lon qiling yoki bo'lmasam umuman kam ovqatlanishga harakat qiling. Bu orqali siz qondagi shakar, insulinni me'yorga keltirayotgan bo'lasiz. Bomdod namozidan keyin 40 daqiqa yoki 10 daqiqa har kuni yurishga chiqing. Yurish bu insonning yurak kasalliklarini oldini oladi va qon aylanishini yaxshilaydi. Ayollik gormonlarini normaga keltiradi. Keraksiz narsalardan voz kechish bu aynan sizga yillar davomida keraksiz bo'lgan kiyimlar bordir. Keraksiz bo'lgan buyumlar bo'lishi mumkin. Shularni chiqarib tashlashingiz yoki bo'lmasam kimgadir berish orqali siz uyingizni tozalaysiz. Aynan siz mana shu uyingizni tozalaganingizda sizni uyingizga yangidan yangi buyumlar kirishni boshlaydi, yana yangidan yangi o'rniga o'rin narsalar kelishni boshlaydi. Har kuni siz undan tashqari uyingizni har xil holatda o'zgartirishingiz mumkin. Stollarni, tortmalarni joyini, shkaflarni joyini umuman o'zgartirish orqali siz yana ham kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Bu insonga energiya beradi. Xursand bo'lasiz. Yangi narsa, yangi mebellarning joyi o'zgarganda inson energiyaga to'ladi, yana ham kayfiyati ko'tariladi. Energiyani ko'tarish uchun esa o'zingizga har kuni 10 daqiqa vaqt ajrating. Ertalab uyg'oning, oynaga qarab o'zingizga energiya bering. O'zingizni sevishingizni o'zingizga qayta takrorlang. Axir sizdagi qalb, sizdagi tana faqatgina sizda bor. Agar siz ertalab uyg'onganingizda sizni kayfiyatingiz yo'q, og'ir holatda uyg'onsangiz, bilingki sizni bu holatingiz butun bir oilaga ta'sir ko'rsatadi. Turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga,
butun bir oilaga ta'sir ko'rsatadi. Aynan mana shu kun davomida hammani kayfiyati yo'q bo'lib yurishiga aynan siz sababchi bo'lasiz. Chunki onani holati hammaga bog'liq bo'ladi. Undan keyin tanangizga har xil uxotlar qiling, chiroyli kiyimlaringizni kiying, eng go'zal iforlarni seping. Bugun o'zingiz uchun yangi kunni o'zingiz yangi kayfiyatda boshlang. Chunki siz ertalab uyg'onganingizda kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, kuni bo'yi xuddi mana shu atmosferani asrab qolgan va saqlab qolgan bo'lasiz. Yoki bo'lmasam sevimli mashg'ulotlaringizni qiling, raqsga tushing, o'zingiz uchun xullas mazza qilishni o'rganing. Mana shu bir oddiygina narsalardan ham inson energiya olsa bo'ladi. Va ertalab turganingizda bir stakan iliq suv albatta iching. Iliq suv sizni ichaklaringizni yaxshi yurishiga va kun davomida kayfiyatingiz yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Agar inson xohlasa, kichik narsadan ham baxtni topsa bo'ladi. Haftada bir marta kam ovqatlaning yoki bir kunni o'zingiz uchun ochlik kuni deb e'lon qiling. Bu orqali siz qondagi shakar, insulinni me'yorga keltirayotgan bo'lasiz. Keraksiz narsalardan voz kechish bu aynan sizga yillar davomida keraksiz bo'lgan kiyimlar bordir. Keraksiz bo'lgan buyumlar bo'lishi mumkin. Shularni chiqarib tashlashingiz yoki bo'lmasam kimgadir berish orqali siz uyingizni tozalaysiz. Aynan siz mana shu uyingizni tozalaganingizda sizni uyingizga yangidan yangi buyumlar kirishni boshlaydi, yana yangidan yangi o'rniga o'rin narsalar kelishni boshlaydi. Har kuni siz undan tashqari uyingizni har xil holatda o'zgartirishingiz mumkin. Stollarni, tortmalarni joyini, shkaflarni joyini umuman o'zgartirish orqali siz yana ham kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Bu insonga energiya beradi. Xursand bo'lasiz. Yangi narsa, yangi mebellarning joyi o'zgarganda inson energiyaga to'ladi, yana ham kayfiyati ko'tariladi. Bugun biz qalban tozalanish nima, ruhan tozalanish, jismonan tozalanish, atrof muhitni tozalash nimaligini o'rganib chiqdik. O'ylaymanki, bu darsimiz sizga katta foyda beradi.